Shuncha payt Google ishlatib, Google bu sirli funksiyalarini aniq ko'rmagansiz. Google deyarli hamma odam har kuni ishlatadi va bugungi videoda esa men Google juda ko'pchilik kirmagan joylarni va ko'pchilik bilmagan o'yinlarni men sizlarga mana shu videoda ko'rsatib beraman. Shu sababli ekran yaqinroq o'tirib oling, video like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Masalan, siz o'sha mashhur Minecraft o'yinini o'ynamoqchisiz, lekin Minecraft o'yinini o'ynash uchun sizda kompyuter yoki telefon yo'q. Undan tashqari Minecraft pulli o'yin hisoblanadi. Buning uchun Minecraft deb Google ga yozasiz va sizda mana shunaqa ikonka chiqadi va eng qizig'i bu narsa telefonda ham ishlaydi, bemalol telefonni o'zida ham qidirib ishlatsangiz bo'ladi. Va mana shu ikonkaga bosadigan bo'lsangiz, mishka Minecraftda qo'liga aylanadi va siz ekranga bosib, shu rasmlarni Minecraftda o'yiniga aylantirsangiz bo'ladi. Misol uchun mana bu rasmga ham biz bosadigan bo'lsak, qo'lga bog'lab ekranda endi tasvirlarni Minecraft dunyosiga aylantiradi. Ya'ni pastga tushasiz, yana aylantirib chiqaverasiz, bosasiz va shunaqa tarzda hamma joy Minecraftga aylanib ketadi va eng qizig'i kompyuterim sal qotib qoldi, chunki bu o'yin sal og'irroq. Agarda haqiqiy sinov o'tkazadigan bo'lsangiz, kompyuteringiz kuchsiz bo'lib qolsa, qotib qolishi ham mumkin. Juda qiziqarli o'yin, juda qiziqarli funksiya Google'ni. Albatta telefondan qidirib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ovozim bo'g'ilib qolgani, burnimga e'tibor qilmanglar, shamollab yoza olmay, video chiqsin. Shu sizlar videosiz qolib ketmanglar, odamlar video ko'rsin degan maqsadda shunaqa bo'lsa ham video yozolman. Dori olib ichib tezroq tuzalishimni xohlasanglar, tirikchilik saytiga kirib, hozirroq istalgan summa bilan donat qilib qo'llab-quvvatsanglar bo'ladi. Qanaqa g'arazli niyati, donat qilishga undavomman, qaring kasalligimdan foydalanan. Yana bitta zo'r o'yin topib qo'ydim. Google dan Katamari deb qidiradigan bo'lsangiz, sizda mana shunaqa belgi paydo bo'ladi. Bunga bosasiz va mana shu yordamida siz, mana shu ko'p tokcha yordamida ekrandagi rasmlarni hammasini yozib ularni ham tortib olsangiz bo'ladi. Qaranglar, qanaqa qilib. Buning uchun strelka bilan yurg'izishimiz kerak ekan. Hoppa. Hamma narsani tortib olyapti. Mana rasmlarni tortib olamiz, tekstlarni ham tortib olamiz, qidiruv tizimini ham tortib olamiz, hammasini tortib olamiz, ekranni bo'm-bo'sh qilib qo'yamiz. Eng qizig'i bo'm-bo'sh ovqatni pastroqqa ham tushamiz. Eng qizig'i, davaychi, mana joylarni ham anaqa qiling, mishka bilan ham boshqasi bo'lar ekan. Xo'p, mishka bilan tortamiz, hammasini yig'ib chiqamiz. Tak. Давай. Biz magnitga o'xshab hamma joydagi rasmlarni o'zimizga tortib oldik-da, ekranni bo'm-bo'sh qilib qo'ydik. Aytgancha kanalimizni shu paytgacha 96% inson obuna bo'lmasdan turib kuzatayotgan ekan. Shu sababli hozir kanalga obuna bo'ling. Bu kanalimizni tezroq o'sishiga sizdan katta yordam bo'ladi. Agarda asabiylashib turib, jahlingiz chiqayotgan bo'lsa, nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, buning uchun shunchaki Google'dan Latamatina deb qidiradigan bo'lsangiz, har yil 27-avgust kuni bo'ladigan Pomidor festivalini o'yini chiqargan, ya'ni qaranglar. Mana bu joyda pomidor ikonkasi bor, to'g'rimi? Chunki bitta bosadigan bo'lsanglar, ekranga pomidor chaplanar ekan va mishkani ham boshqa joyiga bosadigan bo'lsanglar, asabiylashadigan bo'lsanglar, anti-stress tariqasida ekranga bosib, ezib tashlasanglar bo'ladi. Juda zo'r narsa ekan, juda qiziq narsa ekan. Endi Google'dan drop 1 deb qidirib ko'rasiz va bu funksiyani menimcha aniq ko'rmagansiz. Sizda mana shunaqa koalaning ikonkasi chiqadi. Endi koala degan hayvon bor. Mana shu ikonkaga bosamiz. Effektni ko'rdinglarmi? Ya'ni koala tepadan pastga tushdi-da, bum, qumlar sochildi, barglar. Yana bir marta ko'ramiz. Qoyil. Juda zo'r realistik ishlangan sahifa ekan. Ya'ni bu sahifa o'sha Avstraliya koalasi haqida ekan va mana shunaqa effektcha qo'shib qo'yishgan. Koalaga bosadigan bo'lsangiz, pastdan, tepadan pastga koala qulab tushadi. Agarda Google'dan Aurora Borealis deb qidiradigan bo'lsangiz, siz o'sha mashhur Santa Claus, Qorbobo filmlari, multfilmlardagi Shimoliy Yog'dusini tomosha qilsangiz bo'lar ekan. Mana bu joyda bitta knopka bor, bosasiz. Batman multfilmini, kinolarini ko'rmagan odam bo'lsa kerak va Google'da bitta zo'r effekti bor. Hozir ko'rsataman. Buning uchun Google Batman deb qidirib, birinchi saytga kirasizlar va siz mana shu ikonkaga bosadigan bo'lsangiz, Batmanning ikonkasi chiqar ekan, effekt bilan, eng qizig'i. Va ekranga bitta bosadigan bo'lsangiz, Batmanni o'sha nima desa bo'ladi? Batman o'zi o'tib ketar ekan, eng qizig'i. Mana shunaqa sahifacha yasab qo'yishgan. Bilmadim, bundan maqsad, ma'no nima? Menimcha ma'noni o'zi yo'q, shunchaki
ko'ngilachar narsa. Agarda o'zi yashab turgan joyi yaqin 5 yil ichida qanaqa o'zgarganini ko'rmoqchi bo'lsangiz, endi bitta zo'r foydali narsa o'rgataman. Masalan, Google'dan Google Earth timelapse qidirasiz va sizda mana shunaqa sayt paydo bo'ladi. Aytaylik, любой bitta lokatsiyani belgilaysiz. Masalan, o'zimizni Toshkentni belgilaymiz. Keldi, Toshkent 5 yil ichida qanaqa o'zgaribdi? Har xil binolar qurilganmi, boshqa bo'lganmi? Eng qizig'i Toshkentni hozir topib olish ham problema bo'lyapti bu joyda. Muammo bo'lyapti, o'zbekcha gapirishga harakat qilyapman. Xullas, Toshkent aeroportining hududini topib oldim. Aytaylik, mana 2000-yildan boshlab to hozirgacha qanaqa o'zgarganini ko'rsatib beryapti. Qurilishlar, daraxtlar kesilishi, ya'ni daraxtlar ko'payishi, kamayishi, hamma narsa bor ekan. Eng qizig'i, xohlasanglar buni to'xtatib, biron bir yilda to'xtatib, 2013-yilda to'xtatib, kartani yaqinlashtirib tomosha qilsangiz bo'ladi. Aytaylik, mana Dubayga qo'yib ko'raman. Toshkentni ko'rdik, Dubayni ko'ramiz. Misol uchun Dubay 2000-yildan to hozirgacha qanaqa tarzda rivojlanganligini, mana qanaqa qurilishlar bo'lganligini yaxshiroq ko'rsatib beryapti. Endi Toshkentning kartasini ko'rdinglar, sal xiraroq chiqdi, bilmadim. Boshqa hududlarda lekin tiniqroq ko'ryapti. Mana qaranglar, qanchalik daraja Dubay o'zgarib ketganini. Yoki bo'lsam Qatarni ko'rishimiz mumkin. Qatar teparog'ida. Qatarda to'g'risi 2 marta bo'lganman, juda yoqadi. Mana shu Qatar 84-yildan to hozirgacha qanaqa tarzda qurilganligini time-lapseda ko'rsanglar bo'ladi. Eng qizig'i, Qatarda 3 yil oldin jahon chempionati bo'ldi va jahon chempionati juda o'zgarib ketdi, tanib bo'lmagan darajada. Yana bitta zo'r narsa topib oldim. Zik Rush deb Google'dan yozadigan bo'lsangiz, Google'ni siz mana shunaqa dumaloq narsalar bilan butunlay yo'q qilib tashlasangiz bo'lar ekan. Eng qizig'i, mana dumaloq shu nimadirlar tushyapti, ekranga bosadigan bo'lsam, hamma tekstlarni yemirib tashyapti va mana shunaqa tarzda Google'ni bo'shatib tashlash mumkin ekan. Bombosh, mana Google bombosh bo'lib qoldi. Yoki floating Google deb yozadigan bo'lsangiz, Google'ni ham teskari tarzda ishlatib, yana xuddi shu oldingi funksiyaga o'xshab Google'ni yana to'kib tashlasa bo'lar ekan. Va eng qizig'i, siz o'sha to'kilgan bo'lakchalarni osmonning o'zida, shu ekranning har xil qismlarida aylantirsangiz bo'lar ekan. Teskari bo'lib aylanib ketdi. Qani ishlarmikin bitta narsa yozib ko'ramiz. Wikipedia deb qidirib ko'ramiz. Wikipedia. Endi qani Google search aman ekan. Google search yozamiz va e'tibor qotgan bo'lsangiz, qidiruv natijalari ham uchib kelgan holatga kelyapti. Va bularni ham biz otvorib, sindirib, buzib tashlasak bo'ladi. G'alati. Bilmadim, bu narsalar bunaqa narsalar ko'rsatib beraman. Bu narsalarni sizlarga hamma ham ko'rsatavermaydi. Agar videoni shu joygacha ko'rib, hali ham like bosmagan bo'lsangiz, albatta videoni like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi ko'rsatadigan narsam bu Google'dan Emoji Kitchen, ya'ni har xil o'sha mashhur emojilardan yana bitta zo'r boshqacha emoji yasasangiz bo'ladi. Misol uchun mana shu knopkaga bosamiz va o'zimizga kelib bo'lgan emojini tanlaymiz. Aytaylik, biz mana bu jahldor va hamma qilib turgan emojidan ham jahl chiqib turgan, ham yig'lab o'rayotgan emoji yasasak bo'larki, mana bu yurak ayrilgan, keyin mana bu degan emojidan biz ham yurak ayrilgan, ham o'sha bo'sani emojini yasasak bo'lar ekan. Qurbaqa, ya'ni pingvin bilan qurbaqani qo'shib nimadir yasab ko'ramiz. Nima bo'lar ekan? Qurbaqalik pingvin bo'lib qoldi. Qurbaqani kallasi, pingvinni tanasi g'alati chiqar ekan. Agarda videoni yoz oyida ko'rayotgan bo'lsangiz, qorni sog'inib qolgan bo'lsangiz, Google'dan Let It Snow deb qidiradigan bo'lsangiz, mana shunaqa qorli, qanaqadir muzlagan Google'ni ko'rsangiz bo'ladi. Hamma narsa shunaqa qor yog'ib muzlab qoladi. Qanaqadir ozgina bo'lsa ham qorni havosini his qilasiz, his qilishingizga yordam beradi va bunaqa chiziqlarni, parlangan ekranni siz chizib, ekranni ochib olsangiz ham bo'ladi. Muzlagandan keyin qanaqadir qish kayfiyatini ozgina bo'lsa ham kullasaganda sizga beradi deb o'ylayman. Buning uchun Google'dan Let It Snow deb qidirib, shunaqa tarzda ishlatasiz va polni tozalab chiqsa bo'larmikan? Ko'pincha oynalar qilib ana qilasiz, parlantirasiz, keyin chizib chiqasiz. Xuddi shunga o'xshagan effekt beryapti. Agarda Google'dan Atari Breakout deb qidiradigan bo'lsangiz, mana shunaqa o'yin chiqar ekan, ya'ni tepadagi bloklarni siz shu ko'p tokcha bilan urib tushirishingiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Hoppa. Juda qiziq o'yin ekan. Oldin yoshligimda o'yinni telefonda o'ynardim. Shunaqa tarzda o'yinni davom ettirsa bo'ladi. Eng qizig'i buni tezlashtirish imkoni yo'q ekan, afsuski. Shunaqa tarzda vaqt o'tkazish uchun o'ynasangiz bo'ladi. Yoki shu sahifani o'zidan Google qidiradigan bo'lsangiz, Google'da teskari holatda ham ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni Google shunaqa teskari holatga o'tib qoladi. Oyna shakliga o'xshab aylanaveradi. Google'ni teskari ishlatishdan tashqari Google'ni zamok sifatida ham ishlatsa bo'ladi. Qaranglar. Bitta zo'r narsasini topib oldim. Mana o'rtada zamok bor. Tortadigan bo'lsangiz, ichidan o'sha orqa sahifadagi narsa chiqadi, boshqa narsa chiqib kelmaydi.
Faqat shu narsa ekan, eng qizig'i juda g'alati effekt. Do'stlar, bugungi video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. O'ylaymanki, mana shu videoda ozgina bo'lsa ham qanaqadir nimadir foyda berishga harakat qildim, lekin video asosan ko'ngilochar video, shu sababli jiddiy ma'no qidirib o'tirmanglar, kommentariyada yozib qolishadi. "Okey, foydali video qilmaysizmi, unaqa bunaqa." Lekin oxirgi payt asosan eksperimentlar kanalimizda yaxshi ketayotgani uchun shunaqa ko'ngilochar, eksperimental bo'lgan videolarni qilishga harakat qilamiz. Shu sababli qo'llab-quvvatlanglar, like bosinglar, obuna bo'lmagan bo'lsanglar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Agarda kontentlarimiz yoqayotgan bo'lsa, Tirikchilik saytiga o'tib, istalgan summa bilan donat qilib, bizning kanalimizni qo'llab-quvvatlasangiz bo'ladi. Hali aytib o'tganimdek. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishguncha. Aytgancha e'tibor qilmaysizlar, shamollaganman, zo'rg'a yozdim. Shu sababli bitta like bosib, qo'llasanglar xursand bo'lardim. Ko'rishguncha.